hech qanaqa bilimim bo'lmagan, ilmim bo'lmagan. Shu uchun ham juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz mana shu yo'nalish bo'yicha. Agar ta'lim sohasiga kirmaganingizda qaysi sohani egallagan bo'lardingiz? Demak, o'quv markazi, ya'ni Discovery o'quv markazini ochilish uchun 8 million so'm Da, hozirgi bozordagi narxini hisoblab ko'rdik, ya'ni tan narxini hisoblab ko'rdik o'quv markazimizni. Bu shu Discovery o'quv markazini qayta ochish imkoniyati bo'lganida nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Sefer Group olganman yaqinda. O'sha Sefer Group agar o'sha Seferdan Sivon oladigan bo'lsa, hammasiga iPhone olib beraman deganman. Da, bizda ikkita filial bor edi. Afsuski, yopildi bittasi. O'qituvchini IELTSga emas, o'qituvchini teaching skill, ya'ni teaching ability, ya'ni dars o'tish qobiliyatiga qarab o'quv markazlarini yoki o'qituvchilarni tanlashlarini so'rab qolardim. Xudoga shukr, hozirgi kunda izlanishdamiz jamoa bilan. Muvaffaqiyat nima? Sizning fikringiz? Eng katta yo'qotishingiz qancha bo'lgan? To'y qachon? Sizning fikringiz pul baxt olib keladimi? Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz podkastimizni Discovery o'quv markazi asoschisi Kamronbek Baxtiyorovich bilan olib boramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Kamronbek aka, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p, men ismim Kamronbek, familiyam Mirzayev, otishim Baxtiyorovich. 2001-yil Toshkent viloyati Ohangaron tumanida tug'ilganman. Hozirgi kunda Patxoz bo'lsa kerak, o'sha yerda istiqomat qilib kelaman, ya'ni yashayman o'sha yerda. Demak, Patxozda. Da. Oilada nechta farzandsizlar? Oilada 3 ta farzand, 2 ta akalarim bor va eng kichkinasi menman. Eng kichkinasi siz. Eng mas'uliyatlisi ham siz, demak. Shunaqa desa ham bo'ladi. Erkatoy desa ham bo'ladi. Keling, sizga savollarimiz bor va biz bularni tayyorlab kelganmiz. Sizning shaxsiy ta'lim yo'lingiz qanday bo'lgan? Sizni aynan shu yo'nalishga yetaklangan biror bir muhim voqea bo'lganmi? Ha, asosiy sabablardan bittasi bu moliyaviy erkinlik desak ham bo'ladi. Sababi moliyaviy erkinlik har bitta odamga kerak bo'lgan narsa. Mana shu uchun ham biz moliyaviy erkinlikni to'g'irlash uchun ham, oilaviy sharoitimizni yaxshilash uchun ham mana shu yo'nalishga kirganman, ya'ni ta'lim sohasiga. Yaxshi yashash, yaxshi kelajak uchun. Yaxshi yashash, yaxshi kelajak. Chunki sabablarni keltiradigan bo'lsam, 9-sinfliklarimda adashmasam rahmatli dadam o'tib qolgan. Ya, o'sha qishlar payti edi. U paytda faqat katta akam o'zi ishlardi uyda. Onam ham ko'zlari operatsiya bo'lgan payti bo'lgan. O'shanda juda ham qiynalganmiz, kerak bo'lsa yo'lkamizga pul bo'lmay qolardi. Mana shu narsalar yaxshilash uchun ham iloji boricha tezroq va kuchliroq harakat qilyapmiz. Hozirgacha ham harakat qilib kelyapmiz. Ta'lim sohasida ishlash siz kutgandek bo'ldimi yoki kutilmagan qiyinchiliklar bo'ldimi? Boshingizdan nimalarni o'tkazdingiz? Yo'q, juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Sababi bu har bitta xodimlar bilan kelishmovchiliklar yokida meni ilmsizligimdan ham kelib chiqib aytsak bo'ladi. Biznes sohasida umuman hech qanaqa bilimim bo'lmagan, ilmim bo'lmagan. Shu uchun ham juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz mana shu yo'nalish bo'yicha. Ya'ni biznes ochganimdan keyin ta'lim yo'nalishida. Agar ta'lim sohasiga kirmaganingizda qaysi sohani egallagan bo'lardingiz? Agar ta'lim sohasiga kirmaganimda menimcha katta ehtimollik bilan barber bo'lardim. Sababi undan oldin o'zim shaxsiy akkauntlarim bo'lardi. Barberlik bo'yicha 7-sinfligimdan hatto hozirgacha o'sha sartaroshlik qilib kelaman. Demak, biznes, bu o'quv markazi biznesiga qaraganda siz barberlik, ya'ni sartaroshlik kasbini juda yaxshi rivojlantirgansiz. Da, juda ham kuchli bo'lgan va undan keyin hozirgi kunlarda endi ancha kamaytirib qo'ydik. Lekin o'sha 8 yil davomida tinmasdan o'sha juda ham kuchli energiya bilan sochib kelganmiz. O'quv markazini ilk kunlari qanday bo'lib o'tdi? Ya'ni o'quv markazi ochganingizda ilk kunlar va dastlabki mijozlarni qanday topdingiz? Ya'ni o'quvchilarni. Ilk kunlari juda ham ajoyib bo'lgan. Sababi bu narsani 42 o'rta ta'lim maktabida boshlaganmiz. Ya'ni birinchi biznesimizni. U paytda o'quv markazimizning nomi Discovery bo'lmagan. U paytda Smart Uzbek degan o'quv markazimiz bo'lgan. Bu narsani ham ko'chalardan ko'rib, yoq qilib zo'rg'a topganmiz va birinchi o'quvchilarimizni o'sha maktablarga flyerlar chiqarib, har bitta sinflarga kirib berib, o'shaning orqasidan bir oy ichida 150 taga yaqin o'quvchi yig'ganmiz. Demak, yurib, flyerlar orqali flyerlar orqali o'sha maktab o'zidan ko'proq o'quvchi yig'ganmiz. Va afsuski, 1,5 oydan keyin o'quv markazimiz yopilib ketgan. Sababi maktabimiz, ya'ni o'sha ishlatayotgan maktabimiz remontga kirgan. Mana shu sababdan ham yopilib ketgan. Shundan keyin kosmosda o'sha Discovery'ni boshlanishi ochilgan. Keyingi savolim, eng qiyin bosqich qaysi edi va uni yengish uchun qanday strategiyalar qo'lladingiz? O'quv markazi ochishdagi. Eng qiyin bosqich menimcha o'sha o'quv markazi endi ochganimizda, ya'ni kosmosga, ya'ni shaharda sistemasiga ko'chganimizda bo'lgan menimcha. Sababi bu yoqda mahalladan уже kattaroq sistemaga, ya'ni kattaroq bozorga kirganimizdan keyin juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Albatta, mablag' yetmasligi, yetishmovchiligi bo'lgan.
mablag' yetishmovchiligi bu boshqa narsa. Ya'ni o'quv markazini biz boshqacha qilib ochganmizda. Ya'ni qanaqa desam bo'ladi, boshqalarga o'xshab juda ham katta summa bilan emas, atigi 8 million so'm bilan kirganmiz. Tavakkal. 8 million so'm o'sha katta akam podдержка qilgan. Rahmat deyman hozirgacha. Hozirgacha kerak bo'lsa podдержка qilib keladi. Boriga shukr, umrlari uzoq bo'lsin. Va o'shanda 8 million so'm bergan va o'shanga parta, stul olganmiz. O'rtacha remontlarni ham o'zimiz qilganmiz, hammasini qo'lda. Demak, o'quv markazi, ya'ni Discovery o'quv markazini ochirish uchun 8 million so'm ketgan. 8 million so'm ketgan va hozirgi bozordagi narxini hisoblab ko'rdik, ya'ni tan narxini hisoblab ko'rdik o'quv markazimizni. Bu taxminan 100 ming dollarlarga yaqin edi. 8 million so'm bilan boshlab va hozirgi darajasi 100 ming dollarlarga chiqib qoldi. Agarda bugun sizda o'quv markazini, ya'ni shu Discovery o'quv markazini qayta ochish imkoniyati bo'lganida nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz yokida nimalarni olib tashlagan bo'lardingiz? Hozirgi holatlardan juda ham ko'pchiligi o'z holida qoladi. Bitta joyi bor. O'sha o'qituvchilar bilan, ya'ni xodimlar bilan bo'ladigan shartnomalarimizni boshqacharoq qilardik. Ya'ni уже formalniy, dokumentalniy qilishni boshladik va undan tashqari har bitta muammolarimizni, ya'ni o'zi rahbar bilan bu yoqda xodim o'rtasida juda ham katta farq bo'lar ekan. Ya'ni rahbar hech qachon xodimiga o'zini muammolarini aytish kerak emas ekan. Muammolarimizni aytganimizdan keyin bizdan juda ham ko'p xodimlarimiz ishonmasdan ketib qolgan joylari ko'p bo'lgan. Demak, ko'pchilik xodimlar ishonmagan. Sizni fikringizcha, rahbar bu rahbar, ishchi bu ishchi vazifasida bo'lish kerak. Hech qanaqa yaqinlik bo'lish kerak emas. Yo'q, bo'lish kerak. Boy berish, bunday narsa. Yo'q, ish bo'yicha deyilgan bo'lsa yo'q. Sabab oddiy misol keltirib berish mumkin. O'zimiz ham har bittamiz dadamiz o'zimiz uchun ideal, to'g'rimi? Qachon bu narsani ideal emasligini bilganmiz, qachonki yoshimiz katta bo'lganda, nimadir aytganimizda qilib bera olmaganda ideal emas ekanini bilganmiz. Lekin har bittamiz uchun ideal. Lekin dadamiz ko'rsatib bermaydi-da. Ko'pchiligimiz o'sha uyda kattalari o'sha muammolari ko'rsatib bermaslikka harakat qiladi. Mana shu uchun ham men juda ham ko'p muammolarimni o'sha xodimlarimiz bilan bo'lishganimiz uchun juda ham ko'pchilik ketgan. Bu hozirgacha ham bo'lib kelgan narsa va yaqin-yaqinda bu narsani tushunib yetdim. Demak, sizni strategiyangiz yokida o'quv markazini ochishda boshqalarga maslahatingiz ishchilar bilan qattiq ishlash, ular ustida ishlash va ular bilan birgalikda qattiq ishlash. Ya'ni bu yoqda faqat rahbar bo'lib qolish kerak emasda, jamoa bilan, ya'ni lider bo'lib oldinga tortish kerak. Sababi rahbar bo'lib qoladigan bo'lsa, yo'q, rahbar bo'lmaydi bu narsa. Men o'zimga yoqmaydi. Vaqtida boshliq. Menga unaqa boshliq bo'lib yokida menga kimdir qanaqadir katta lavozimda qarashni yomon ko'raman. O'zim bu narsa tabiatdan bilmayman nimaga unaqa bor. Men shu narsani yomon ko'raman va lekin o'sha sir boy bermaslik kerak. Har bitta muammolar aytish kerak emas. Bizda keyingi savollar ham kelgan. O'quv markazi ochishda sizni eng katta motivatsiya qilgan narsa nima edi? Ya'ni bu motivatsiya yo'lda o'zgardimi yoki hali ham o'z kuchida saqlanib qoldimi? Eng katta motivatsiyalardan biri o'sha boya boshida aytganimdek, birinchi o'rinda moliyaviy erkinligimizni to'g'rilash. Sababi qaysidir pastga, ya'ni quyi qismdan bu yuqori qismga chiqish bo'lgan. Undan tashqari o'sha akalarim ham yetarlicha motivatsiya bergan. Sababi ertalabdan kechgacha bitta joyda ishlab, uyga qaytib, uyga oilangga vaqtingni ajrata olmaysan degan mana shu taraflari ham bo'lgan. Deylik, davlat ishidan ko'ra biznes ko'proq million marta yaxshi. Demak, akalaringiz davlat ishida ishlashadi. Davlat ishlashadi lekin sizni ishlashingizni xohlashmaydi. Yo'q, Xudo xohlasa, ular ham tez kunlarda bo'shab qoladi. Va ular davlat ishidan bo'shab, sizga o'xshab o'z bizneslarini rivojlantirishadi. Xudo xohlasa, ozgina qoldi. Zo'r. Bu savolim barchaga qiziq. Ya'nida menga ham. O'quvchilar bilan ishlashda siz qanday qadriyatlardan foydalanasiz? Qanday qadriyatlarni asosiy deb bilasiz? Bu holat, ya'ni juda ham ko'p suhbatlashib aytamiz. Eng asosiylardan bittasi, juda ham ko'p o'quv markazlari yoki juda ham ko'p o'qituvchilar qiladigan xatolardan bittasi bu o'sha tabaqalanish bo'lib qoladi. Ya'ni o'qituvchi yuqori pog'onada bo'lishi kerak, o'quvchi esa quyi pog'onada bo'lishi kerak. Bo'ldi, mana shunaqa narsani men qoralayman. Sababi o'quvchi bilan o'qituvchi har doim o'rtoqdek bo'lishi kerak. Chunki qachonki o'rtoq bo'ladigan bo'lsa, o'quvchini muammolarini bilish osonroq bo'ladi. Agar o'quvchini muammolarini bilmaydigan bo'lsa, u o'qituvchi emas. Ya'ni mana bunaqa gap bor. O'qimaydigan o'quvchi yo'q, o'qitolmaydigan o'qituvchi bor degan gapimiz bor. Biz o'quv markazimizda mana shu narsa shiorimizga ham aylanib qolgan. Ya'ni qaysidir o'quvchi o'qimayaptimi, значит biz o'qituvchini ayb ko'ramiz, yaxshi tortmayotgan bo'lsa. Va mana shu holatlarda o'sha o'qituvchini qaysi ya'ni stepda yoki qaysi yo'nalishda xato qilayotganlarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz qo'limizdan kelgancha va
ko'p holatlarda mana shu narsaga duch kelamiz. Ya'ni o'sha tabaqalanish degan narsa bo'lib qoladi o'sha va qadriyatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun ishdan olishga majbur bo'lib qolamiz unaqa xodimlarni. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchi bilan do'st bo'lish kerak. Friendly bo'lish kerak. Ya'ni ingliz tilida friendly deydi, o'zbek tilida o'sha do'stona, juda ham aka-ukadek, agar yokida qiz bola bo'lsa, opa yokida singil akadek, mana shunaqa bo'lish kerak. Chunki singlingiz bilan qanaqadir yaqin bo'ladigan bo'lsangiz yoki ukangiz bilan yaqin bo'ladigan bo'lsangiz, zebbo'y muammosini ayta oladida sizga. Agar muammosini aytmayaptimi, bo'ldi, sizdan yaxshi o'qituvchi chiqmaydi. O'quvchi rezultat qilib berish qiyin bo'ladi. Hozir beradigan savolim menga juda ham qiziq va boshqalarga ham qiziq. Siz o'qituvchi sifatida o'zingizning o'quvchilaringizga qanaqa motivatsiya bera olasiz? Nima deb ilhomlantira olasiz? Motivatsiya ham har xil bo'ladi. Bitta deylik qanaqadir primerlar bilan, ya'ni misollar bilan ko'rsatib berishimiz mumkin yokida nimadir berib motivatsiya bersak bo'ladi. Oddiy misol, o'zimiz ham uydagilar ham yoshligimizda aytardi-yu, nima desam bo'ladi. Nimadir qilgin, men senga nimadir beraman deydi-yu. Bu motivatsiyani, ya'ni o'sha nimadir berish orqali olinadigan motivatsiya yokida qanaqadir misollar bilan beriladigan motivatsiya bor. Ya'ni yosh bolalar bilan ishlayotganda ham o'sha birinchi aytgan motivatsiyamizni ishlatsak bo'ladi. Ikkinchisini esa o'sha yoshi katta, o'zi aqlini tanib olgan odamlar bilan ishlatsak bo'ladi. Qanaqadir primerlar qilib berib. Bundan tashqari biz hozirgi kunda, ya'ni o'zim asosiy dars o'tayotgan paytimda o'quvchilarga birinchi o'rinda beradigan motivatsiyam qanaqadir rezultat chiqarsang nimadir olib beraman, davay deyman. Bolalar mana shu orqasidan addoshga harakat qiladi. Chotki prям chiqarib berishga harakat qiladi. Misol sifr guruh olganman yaqinda. O'sha sifr guruh agar o'sha sifrdan Sivon oladigan bo'lsa, hammasiga iPhone olib beraman deganman. iPhone 11, 12 mana shunga o'xshash narsalar olib beraman deganman. Hammasi motivatsiyasi takoy pikka chiqqan уже va hammasi chotki harakat qilyapti. Menimcha mana shu deb o'ylayman. Kamronbek aka, sizni taniganimda o'quv markazingiz Kosmosda bor edi. Ya'ni Kosmosda filialingiz bor edi. Va hozirda 67 da ham filialingiz mavjud, adashmasam. Hozirgi kun. Va kelajakda yana 3-chi yokida 4-chi filiallarni ochish maqsad bormi? Kelajakda nima maqsadlar o'quv markazi bo'yicha? Bizda ikkita filial bor edi. Afsuski yopildi bittasi. Ya'ni Kosmos filialimizni biz yopganmiz hozirgi kunda. Sababi u yoqda sig'im kam, ya'ni ikkita xonamiz bo'ladi va reception bilan uchta, ya'ni administratsiya bilan uchta xonamiz bo'lardi. O'quvchilar sig'imi kam bo'lganligi uchun biz hozircha Kosmos filialini yopganmiz. Lekin tan olaman, Kosmos bizning uyimiz edi, kerak bo'lsa o'sha yerda yotib uxlagan kunlarimiz ham bo'lgan. Lekin Kosmos yopilganda hech kim xabari yo'q. Juda ham ko'p bu narsa o'zi ko'p bo'lmadi yopilganiga. Fevralning boshlarida yopdik. Sababi o'sha aytganimda, asosiy sabablardan bittasi o'quvchilar sig'imi va biz ikkinchi katta filialga tayyorlanishimiz kerak. Ya'ni kattaroq filial ochishimiz kerak. Ikkinchi va uchinchilar xudo xolasa bo'lib qoladi tez kunlarda. Va yana keyingi savolim, Discovery o'quv markazida yana qanaqa yangiliklar kutamiz? Yangiliklar kutamizmi? Nimalar bo'lib o'tadi? Juda ham katta planlarimiz bor 2025-yilga. Bular asosiylaridan bittasi bu hozirgi kunda Discovery app, o'shanga o'xshash, ya'ni app yasayapmiz. Tez kunda o'quvchilarimizga taqdim etiladi va undan tashqari loyallik karta, ya'ni sodiqlik kartasi bor. Va mana shu sodiqlik kartasini ham tez kunda chiqarish niyatimiz bor. Discovery appda asosan nima bo'ladi? Discovery appda asosan biz o'quvchilarimizga, ya'ni gibrid ta'limni ham kashf qilmoqchimiz, ya'ni onlayn ta'limni ham beramiz. Va undan tashqari bu yerda har xil prizlar bo'ladi, yutuqlar bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bonuslar yig'ib, qanaqadir sovg'alar yutib olsa ham bo'ladi bu yerda. Bu g'oyadan ko'zlangan maqsad, demak, o'quvchilar bilimini oshirish. O'quvchilar bilimini oshirish va undan tashqari gibrid ta'limga ham kirishimiz kerak. Onlayn ta'limga. Va hozirgi aynan mana shu g'oyangizga savolim bor. Hozirgi kunda yoshlarni til o'rganishiga bo'lgan motivatsiyasi so'nggi yillarda juda ham o'zgarib ketdi. Siz nima fikr bera olasiz bu savolga? Juda ham ko'pchilik hozir IELTSda, ya'ni deylik til o'rganishga deydigan bo'lsak, ingliz tili sohasiga kelib chiqib aytaman. Asosan hamma 7,5-8 ga harakat qiladi-da. Yo'q, bu narsa yaxshi emas. Sababi universitetga topshiradi va universitetdan keyin u IELTS sertifikatini hech qachon ishlatmaydi. 5,5, 6, 6,5 ham yetadigan joyiga yo'q, 7, 7,5, 8 olaman. Ya'ni bu narsa nimadan kelib chiqyapti? Atrofdagi odamlar sen 5,5 olding, 6 olding, 6,5 olding demasligi uchun ham harakat qilyapti ko'pchilik va IELTSda shunga qarab juda ham ko'plar rasxodlar qilishadi, 2-3 martalab topshirishadi qaytadan. Bu ya'ni o'ziga kerak bo'lmagan IELTS sertifikati uchun ham harakat qilish bo'lib qolyapti bu yerda. Va aynan shunday yoshlar uchun siz qanday motivatsiyani oshirish uchun usullarni taklif qilgan bo'lardingiz? Ya'ni bu yoshlar motivatsiyasini oshirish uchun qanaqa usullar taklif qilgan bo'lardim? Bu yerda ularga motivatsiya menimcha kerak emas, sababi o'quvchilar
shunchaki o'ziga kerakli bo'lgan balni olishini men maslahat beraman. Sababi qayta topshirib, u har bitta topshirish $185 dan. Masalan, $185 dan ota-onasidan pul topshirib ishlatadigan bo'lsa, bu yaxshi narsa emas. Baribir kelajakda teaching bilan shug'ullanmaydi ko'pchiligi yoki kelajakda qanaqadir sohalar bilan ishlatmaydi. Yetarli bo'lgan balini olmasdan turib, yana kattarog'iga harakat qilishadi. Bu qaysidir ma'noda yaxshi. Ingliz tili raqobatini kuchaytiradi deyishimiz mumkin. Ingliz tilida, ya'ni o'sha qanaqadir deydigan bo'lsak, chiziq deydigan bo'lsak, leveldan teparog'ini chiqarib beryapti. Ya'ni hamma o'sha uchun harakat qilyapti, lekin o'sha odamlarning gapi uchun ham harakat qilyapti-da hamma. 7,5, 8lari odamlar ota-onamni yuzini yerga qaratmaslik uchun deydigan motivatsiyasi ham bor bo'lishi mumkin, lekin odamlar nima deydi va shunga o'xshash narsalar. Demak, o'zlari ko'zlagan maqsadga yetarlicha darajani olishlarini maslahat berasiz va mablag' tomonlama har taraflama o'ylashlarini. Mana shu narsani maslahat beraman. Qarang, ingliz tilini o'rganishda eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha nima yokida xatolik nima? Ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarda noto'g'ri tushuncha bo'ladi-ku. Ingliz tilini o'rganayotgan o'quvchilarda eng asosiy ya'ni xato tushunchalardan bittasi, o'qituvchini IELTS darajasiga qarab tanlashadi-da o'quv markazlarini. Mayli, bu narsa hech narsa emas. Ya'ni o'quv markazimizda ham 8lik daraja bo'lganda ham bo'ldi, nima desam bo'ladi. O'qituvchini IELTSga emas, o'qituvchini teaching skilliga, ya'ni teaching ability, ya'ni dars o'tish qobiliyatiga qarab o'quv markazlarini yoki o'qituvchilarni tanlashlarini so'rab qolardim. Sababi 8,5 olgan odam ham yetarlicha dars o'ta olmasligi mumkin. Aksincha 6,5, 7 olgan odam ham kerak bo'lsa o'sha balandroq, o'sha o'zini darajasidan balandroq ilmlarda ham ya'ni bilim berishi mumkin. Shunday o'quvchilar bo'ladiki, IELTS olaman, chetga ketaman, Amerikaga ketaman. Bunaqa o'quvchilarga qanaqa fikr bera olasiz? Bu yaxshi. Nimaga? Sababi IELTS olgandan keyin chetga ketaman deyish bu juda ham zo'r. O'zlarining qanaqadir planlari bor. Faqat planlarda shunchaki nima desam bo'ladi, xayolda emas, tilda emas yoki amalda ham bajarishimiz kerak-da, harakat ham qilishimiz kerak. IELTS oldi, 6,5, 7 oldi, 7,5 oldi, bo'ldi, chetga ketdim, hayot zo'r bo'lib ketdi degani emas-da. Sababi bu baribir chet davlatda yashashni o'zi bo'lmaydi. Shu uchun ham qiyin. Chet davlatda yashab ketish ham, bu yerda ish topib ketishimiz ham juda ham qiyin bo'lib qolishligi mumkin. Endi o'zim chetga chiqib ko'rmaganman, misollarni ham keltirib bera olaman. Chunki juda ham ko'pchilik tanishlarim o'sha IELTS olib turib chetlarga o'qishlariga ketgan yoki ishlashlariga ketgan. Aksariyat qismlari qiynalib yashashadi. Ya'ni deylik, oydan oyga o'tishlarda ham muammolar bo'ladi, yo boshqa narsalar bo'ladi. Shu uchun avval har tomonlama to'g'ri qilib, keyin borgani yaxshi deb o'ylayman. Yana o'quv markazi mavzusiga qaytamiz. Menimcha bu savol ko'pchilikka juda ham qiziq. O'quv markazini ochishdan oldin eng katta xavotiringiz nima bo'lgan? To'g'risini aytsam, bu paytda xavotir bo'lmagan. Nimaga deydigan bo'lsak, xayolda bizda boshqacha narsa bo'lgan. O'sha kollejda o'qib yurgan paytlarimizda o'qituvchilarimiz bo'lardi. Biznes darsimiz bo'lardi. Bizda o'sha biznesda plus-minuslarni o'rgatgan, bizga endi ikirgacha o'rgatmagan, rahmat deyman o'sha ustozimizga ham, o'sha opachamizga ham. O'sha orqasidan ham balki oshdik deb o'ylayman. Umuman duh bo'lmagan, masalan, qo'rquv bo'lmagan. Duhda tushishlar yoki boshqa narsa nimadandir qo'rqishimiz bo'lmagan. Yo'q, bo'ldi, qilamiz. Shuncha deylik, o'quvchi kelsa shuncha pul aylanadi, shunchasini oyligiga tarqatamiz, shunchasini arendaga beramiz, shunchasi kommunal to'lovlarga va buyog'i o'zimizga qoladi. Mana shunaqa narsa bo'lgan. Demak, hech qanday to'siq bo'lmagan. Yo'q, qo'rqish bo'lmagan. To'siqchi? To'siqlar shu ishga kirasan degan gaplar bo'lganda, el qatori. Yo'q, uydagilar emas, onam cho'chiydi. Endi menimcha juda ham ko'pchilikda ota-onalarda bo'lgan bo'lsa kerak bu narsa. Yo'q, nima qilasan, o'zingni qiynab, lutfi davlat ishida ishlagani yaxshi degan gaplar ham bo'lgan. Yo'q, lekin shunda ham janjal qilib, yo'q, men uchun sentr ochaman, biznes qilaman, bo'ldi, men bu sohaga kirmayman. Bitta imkon berib ko'ringlar, shunaqa gaplar bo'lgan orada. Faqat o'zim bilsam kerak menimcha narsani. Siz o'quv markazi ochdingiz va boshqalar o'quv markazi ochishi bo'yicha nima maslahat bera olasiz boshqalar uchun? Aynan nimalarga e'tibor qarashini tavsiya qilasiz? Nimalarga e'tibor berishsin, nimalarni qilishmasin, siz qilgan xatolarni? Menimcha hozirgi kunda ham bo'lsa kerak. Bu kichikroq o'quv markazlari, o'zimiz ham juda katta emasmiz. Deylik, o'rta qatorlarda bo'ladigan bo'lsak, kichikroq o'quv markazlarini bilaman. Hali tizimlashmagan o'quv markazlari juda ham ko'pchiligi. Bu narsa moliyaga ham borib taqaladi, lekin o'quv markazlarini o'sha birinchi o'rinda tizimlashtirish kerak.
o'qituvchilari o'sha o'qituvchilik abilitylari, ya'ni qobiliyatlari, ya'ni teaching skill'lari bor o'qituvchilarni olish kerak deb o'ylayman. Va undan tashqari birinchi o'rindagi bu narsa, ya'ni lokatsiya. Lokatsiya qachon zo'r bo'lsa, o'quvchi shunda zo'r keladi. Demak, tajribali o'qituvchilar va Tajribali joy o'qituvchilar va eng joy. muhimlari. Ya'ni lokatsiya deylik, odam ko'p yuradigan joy bo'ladigan bo'lsa, bu biznesda zo'r yeb ketadi. Chunki bizda o'zimizda ham shunaqa narsa bo'lgan. Kosmos bizniki lokatsiyamiz zo'r bo'lgan. Marshrutkalar, hamma marshrutga yuradigan joy bo'lganligi uchun bizda o'quvchilar yaxshi kelib yurgan. Deylik, oyda kamida 30 ta, 40 ta, 50 tagacha litlar qabul qilganmiz. Endi o'quv markazi yangi, kichkina joy, simbolik remontlarini ham unchalik zo'r bo'lmagan holatda bizga shunchadan lit kelib turgan. Menimcha bu zo'r holat. Siz boya aytib o'tdingiz, menga juda ham ko'p tahdidlar bo'lgan. O'quv markazi bo'yicha, bu yo'nalishni tanlashim bo'yicha. Hech shunaqa lahza bo'lganmi? Men taslim bo'laman deb o'ylaganmisiz? Bo'ldi, barchasi tugaydi deb o'ylaganmisiz? Unaqa narsa juda ham ko'p bo'ladi. Menimcha hozirgacha ham bo'lib tursa kerak. Endi ya'ni o'sha narsaga qaytaman, ya'ni biznes sohasidagi unchalik ilm yetarli emasligi deb o'ylayman. Menimcha bu narsa yana hozir bilaman, deylik 2 ta, 3 ta, 4 ta filialgacha ochishgacha bo'lgan ilmim yetar, lekin qaysidir ma'noda oqsoqlanishligim bor, bu narsani bilaman. Shu uchun kerak bo'lsa hozir ham o'ylayman-da, raqobat kuchayib ketyapti, men nima qilaman? Ertaga qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa savollar ko'p bo'ladi, haligacha bo'lib turadi bu narsa. Sizga kim yoki nima eng katta dalda berdi? Agar siz taslim bo'laman deb o'ylaganingizda eng katta dalda bergan inson o'zingizmi yoki yon atrofingizdagilarmi? Kim sizga dalda beradi? Eng katta dalda bergan odam o'zimman. Sababi boya ham aytdim, moliyaviy erkinlikka chiqishimiz kerak bo'lgan payti bo'lgan. Shu uchun ham yo'q, hozir buni tashlaydigan bo'lsang, ertaga qiynalasan. Haqiqatda qiynalishimiz ham bor bu narsada. Yaxshi, hozirgi kunda oilaviy moliyaviy erkinligimiz ancha-muncha yaxshi. Lekin deylik, hozir men bu ishni yopadigan bo'lsam, bo'ldi, tamom, уже boshqa sohaga kirishim qiyin. Menimcha mana shu uchun ham bo'lsa kerak. Demak, siz o'zingiz motivatsiyangiz va strategiyangiz shu. O'zing harakat qil. O'zingizni o'zingiz tanqid qilasiz. Bu bor narsa, menimcha hammada ham bo'lsa kerak. Chunki bu yoqda ikkita akam ishonib turibdi, onam ishonib turibdi. Bu boshqacha motivatsiya yetmasa kerak, menimcha. Eng katta motivatsiya bu siz yaqinlaringiz, ya'ni ota-onangiz, tirik bo'ladigan bo'lsa ota-onangiz bo'ladi, bo'lmasa akalaringizda yoki opa-singil singillaringiz, siz oila a'zolari sizga motivatsiya bo'ladi. Oddiy misol, oyingiz yoki dadangiz bor bo'ladigan bo'lsa, shunda yuziga borib qarasangiz, yuzdagi ajinlarga yoki ko'zdagi, boshdagi, ya'ni sochdagi oqlarga ham qarab motivatsiya olsangiz bo'ladi. Nima qilib berdim mana shu paytgacha shular uchun. Bu ham menimcha yetarlicha motivatsiya. Boya aytib o'tdingiz, akalarim menga motivatsiya bergan, akalarim menga qo'llab-quvvatlashgan, men bilan birga bo'lishgan. Lekin ota-onangizchi? Ota-onangiz qanaqa fikr bildirishgan o'quv markazi ochishingizda, shu sohani o'zingiz tanlashingizda? Onam aytdim, boshida ham aytib o'tganimdek, onam cho'chigan, sal oldinroq ham aytdim. Yo'q, undan ko'ra davlat ishi senga ma'qulroq emasmi degan joylari ko'p bo'lgan. Hozir уже yo'q, unaqa narsalar уже yo'q hozir. Faqat o'zimda ozgina ichki qo'rquv bo'lib turadi. Sababi nimaga? O'sha boya aytganimdek, raqobatlar kuchayyapti. Hech qayerda hozir yetarlicha sifatli kadrlar yo'q. Mana shu uchun ham kadrlar bo'lmay qolsa nima bo'ladi? Lekin Xudoga shukr, hozirgi kunda izlanishdamiz jamoa bilan. Hammaga rahmat deyman, jamoadagilarga. Shunchalik yonimizda turib support qilyapti, ya'ni podдержка qilyapti. Keling, siz bilan muvaffaqiyat haqida gaplashamiz. Muvaffaqiyat nima, sizning fikringiz? Muvaffaqiyat bu nima? Bunga hamma har xil javob bersa kerak. Ya'ni kimdir moliyaviy erkinlik, kimdir ya'ni boshqa narsalar. Muvaffaqiyat menimcha bu biz yashab turishimiz o'zi muvaffaqiyat bo'lsa kerak. Sog' omon, yaqinlarimiz bor yonimizda, mana shuni o'zi menimcha eng katta muvaffaqiyatlarimizdan bittasi. Va qolganlari sekin-sekin bo'laveradigan narsa. Agar hozir hamma narsangiz yo'qolib ketsa, noldan qanday boshlagan bo'lar edingiz? Hozirgi Kamrondan hech narsa qolmasa. Agar hozirgi holatdan agar nolga tushadigan bo'lsam, yana xuddi shu sohani tanlardim. Sababi mana shu soha menga juda ham ko'p narsani berdi. Qilmagan sayohatlarim qolmadi, Xudoga shukr deyman. Bu chetlarga bo'lmadi. O'zbekiston bo'ylab juda ham ko'p joylarga borib keldik. Team building, ya'ni jamoaviy ishlash va networking, ya'ni juda ham ko'pchilik bilan networkinglar juda ham zo'r bo'lib ketdi. Mana shu sohani tanlagan bo'lar edim. Agar ja bo'lmaganda o'sha boya aytganimdek,
lekin baribir biznesga taqaladi hammasi Mhm. borib. Fikringizcha muvaffaqiyat odammi yoki mehnat? Muvaffaqiyat bu baribir Alloh taolo tomonidan beriladigan inomlardan bittasi. Lekin odam mehnat ham qilishi kerak muvaffaqiyatli bo'lish uchun. Yetarlicha muvaffaqiyatli bo'lish uchun odam haqiqatdan harakat qilishligi Demak, kerak. mehnat. Mehnat qilmasa bo'lmaydi. Э, Talant juda ham kam odamga beriladi. Sizning fikringizcha dunyodagi eng muvaffaqiyatli inson kim? O'zingizning shaxsiy fikringiz. Dunyodagi eng muvaffaqiyatli insonlarda juda ham ko'p insonlar aytsak bo'ladi. Agar o'zimiz sohamizni aytadigan bo'lsak, Thomson brendining asoschisi Shahzod Shahsiga bo'ladi. Sababi juda ham ko'p narsalar o'rganganman, juda ham ko'p vebinarlarga borganman. Dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak, menimcha o'sha dunyo milliarderi Elon Musk bo'lsa kerak. Sabablari bor bu narsa, chunki mana shu darajagacha nechtadir ham kompaniyalar bor, necha mingtadir ham xodimlari bor. Menimcha eng muvaffaqiyatli insonlardan bittasi o'sha bo'lsa kerak. Kamron aka, ta'lim va biznes sohasida gaplashadigan bo'lsak, siz o'quv markazingiz ingliz tiliga yo'naltirilgan. Nega aynan ingliz tili va ingliz tilini o'rgatishda va ingliz tilini rivojlantirish uchun qanday afzalliklarni ko'rdingiz? Discovery o'quv markazida hozir faqat ingliz tili emas, bizda koreys tili hamda matematika ham bor. Tan olaman, 80% ingliz tili, ya'ni 80% urg'uni biz baribir ingliz tiliga qaratganmiz. Sababi ingliz tili birinchi o'rinda jahon tili, dunyo tili. Mana shu sababdan ham birinchi sabablardan bittasi mana shu narsa va undan tashqari juda ham ko'p sabablari bor. Bu o'sha, ya'ni o'quvchilar qiziqishidan kelib chiqib, ya'ni o'quvchilar analitikasini ko'radi. Baribir deylik, qayerdandir nimadir ochadigan bo'lsangiz, o'sha joyi analiz qilasiz. Va bu analiz qilmasa ham menimcha tushunsa kerak odam, что ingliz tili eng juda ham ko'p tushunadigan, ya'ni common bo'lgan tillardan bittasi va eng dunyo qanaqa desam bo'ladi? Dunyo tan olgan tillardan bittasida. Siz dunyo tan olgan til deyapsiz, lekin o'zingizni shaxsiy hayotingizda nimadir sabab bo'ldimi? Aynan shu ingliz tili uchun dunyoviy tomonlama aytmasdan, o'zingizning shaxsiy hayotingizda nega aynan ingliz tili? Yo kimdir sizga ingliz tilini bilmasang yoki ingliz tilini o'rganmasang senga qizim bermayman dedim. Bunaqa tema bo'lmagani, sal boshqacha tema bo'lgan. Xo'p, ingliz tilini tanlashimizga asosiy sabablardan bittasi bu sayohatga chiqishni juda ham yaxshi ko'raman. Xudo xolasa bu yilda planlarimiz bor, ya'ni jamoa bilan chiqish niyatlarimiz bor o'sha davlatlarga. Mana shu sababdan ham ingliz tili sayohat qilishimizga ham kerak-da. Oddiy yashashimizda ham deylik, dunyo tili va jahon tili, dunyo tan olgan til. Mana shu sababdan ham menimcha biz hozir ingliz tilini o'rganishlik juda ham o'sib ketgan. Va ingliz tilini shu sababdan ham men o'rganganman. Bu bolalarga ham o'rgatib kelyapmiz. Asosiylardan bittasi. Lekin meni bilishim bo'yicha siz rassom edingiz. Qanday qilib ingliz tili shu? Juda ham ko'p sohalar bilan shug'ullanganman, ya'ni uchinchi sentr ochishdan oldin, ya'ni o'quv markazida oldin. Birinchisi bu narsa o'sha rassomchilik, haykaltaroshlik bo'lgan, undan keyin sartaroshlik bo'lgan va bundan tashqari yana bitta ikkita narsalarimiz bor. Eng asosiylardan bittasi mana shu. Inglizini tanladingiz. Ingliz tili eng yaxshisi ham shu. Chunki agarda hozir sizda o'quv markazi yana qaytadan ochish imkoniyati bo'lganida, ingliz tili emas, yokida rassomchilik yokida boshqa bir tilni o'rganish yokida o'sha o'rgatish boshqa yo'nalish bo'yicha. Yo'q, inglizni tanirdim. Baribir inglizni tanirdim. Qo'shsak bo'ladi. Deylik, nemis tilini qo'shsak bo'ladi, hozirgi kunda xitoy tilini qo'shsak bo'ladi, chunki xitoyliklar O'zbekistonni bosib olyapti. 60-70% chiqyapti Instagramlarda ham. Chiqarsa bo'lardi. Lekin hozir biz eng asosiylardan bittasi o'sha jahon, ya'ni dunyo tan olgan tillardan o'sha ingliz tilini o'rgatishimiz kerak. Sababi bu narsa bog'chadan boshlab o'rgatilib kelinyapti va hozirgi kunda yetarlicha sabablari ham bor bu narsani. Menimcha hamma bilsa kerak sabablarini. Siz o'zingizni sabablaringizni va boshqa bir shaxslarning sababini aytib o'tdingiz. Endi siz o'zingizni o'quvchilaringiz nima sababdan ingliz tilini o'rganishyapti? O'quvchilarim juda ham ko'pchiligi Koreyaga ketaman deganlari bor, deylik, Amerikaga ketaman deganlar bor, Angliyaga ketaman deganlar bor. Ya'ni ular ko'pchiligi o'sha chet davlatlarga o'qishga topshirish uchun o'qishadi va ba'zi birlari bor, ota-onalar majburlab berganlari ham bor ingliz tilini o'rganishga. Qiziqishlari yo'qlari ham mavjud. Qiziqish yo'qlari ham bor, lekin o'sha boyishida aytganimdek, o'qimaydigan o'quvchi yo'q, o'qitolmaydigan o'qituvchi bor. Biz ularni yaxshi rezultatga olib chiqib qo'yganmiz, Xudoga shukr deyman bu narsaga. Sizni fikringizcha, ingliz tili o'quv markazlari bozorida qanday kamchiliklari bor ingliz tilini?
hozirgi kunda o'sha Olmaliqda, ya'ni o'zimizni shahrimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha SETA sertifikati yo'q. Ya'ni bu degani xalqaro darajasidagi ingliz tili o'qituvchisi degan sertifikat bo'ladi bu narsa. Demak, Olmaliqda yo'q. Olmaliqda yo'q bunaqa narsa. Men eshitmaganman hali. Toshkent viloyatida ham eshitmadim. Balki bordir, endi men hali unaqa sinchkovlik bilan qidirib chiqmadim. Lekin biz hozirgi kunda bitta o'qituvchimizni tayyorlayapmiz. Bu o'sha SETA sertifikatligi uchun. Birinchi o'rindagilardan bittasi mana shu. Ya'ni SETA darajasi. Shu kamchilik. Menimcha mana shu narsa deb o'ylayman. Va undan tashqari ingliz tili sferasida hozirgi kunda o'qituvchilar yetishmovchiligi ham bor. Deylik, oddiy SETA emas, boshqa kadr yetishmovchiliklari ham juda ham ko'p bo'ladi bizda. Demak, bu jiddiy sabab. Kadr yetishmovchiligi bu menimcha har bitta sohada bo'lsa kerak. Kadr yo'qligi. Deylik, oddiy soha ustachiligiga qaraydigan bo'lsangiz ham yetarlicha usta yo'q. Mana bu mashina to'g'rilaydiganlarga ham qaraydigan bo'lsa, ya'ni ularda ham yetarlicha ustalar yo'q-da. Yetarlicha bo'lgan kadrlar, ya'ni o'zining sohasini professionallari bo'lmaganligi uchun bu eng katta sabablardan Sizning o'quv bittasi. markazingizda ham shunday muammolar bor demak. Bizning o'quv markazimizda ham bor. Kadrlar yaxshi, zo'r yetyapti hammasi, faqatgina qanaqa desam bo'ladi. Hozirgi ingliz tili sferasida eng kattalari o'sha 2001-yil, 2000-yil 99 mashhur bo'lib qolganda, ya'ni undan kattalari 2004gacha bo'lib qolgan yosh kattalar, o'sha 2006, 2005, 2007lar, 2008-yillar o'sha dars o'tyapti. Bu yaxshi, yosh avlodga juda ham zo'r. Lekin o'sha kadr yetishmovchiligi, yoshi kattaroq bo'lgan, sertifikatlari yaxshi bo'lgan, teaching skilllari zo'r bo'lgan o'qituvchilar bo'lsa, biz o'zimiz ham qabul qilardik. Bajonidil mana shunday quchoq ochib kutib olardik bizlarni. O'quv markazlari sifatini oshirish uchun qanday innovatsion usullarni taklif qilgan bo'lardingiz? Sifatini oshirish uchun, bilimni kuchliroq berish uchun. Menimcha hozirgi holatda Toshkent viloyati, ya'ni o'zimiz Olmaliq shahrimizdagiga qaytamiz yana. Menimcha hamma narsa yetarli. Ya'ni offline ta'lim berish uchun hamma narsamiz yetarli. Lekin biz уже onlayn ta'limga, ya'ni gibrid ta'limga ham o'tishimiz kerak. Bu narsani Xudo xohlasa tez kunlarda boshlaymiz, kutib tursanglar bo'ldi faqat. Kamronbek aka, sizni biz muvaffaqiyatli inson, muvaffaqiyatli biznesmen sifatida ko'ramiz. Va hammani qiziqtirgan savol shaxsiy hayotingiz, ya'ni kun tartibingiz. Kun tartibingiz qanday? Va siz kun davomida qancha uxlaysiz? Miyangizni dam oldirishingiz qancha vaqt? Xo'p, mana shu yerda juda ham ko'pchilik kutayotgan savol javob bo'lsa kerak. Men bu yerda hamma tadbirkorlar kabi ertalab 5 da turaman, keyin yog'i ketadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q menda. Deylik, har doimgi holatda 9-10 da turaman ertalab uyqudan. 9-10 da uyqudan turib, yog'iga ishga kelib, ishdagi kamchiliklarni ko'rib, plus-minuslarini ko'rib va keyin darslarimizni o'tib, kechgacha keyingi kunda planlarini yoki keyingi hafta, keyingi oylar planlarini qilib, keyin uyga ketamiz. Siz bir kun davomida qancha vaqt uxlaysiz? 6-7 soat menimcha bo'lsa kerak. Bu biologik jihatdan ham to'g'rimi? Menimcha yo'q, menimcha noto'g'ri, chunki 8 soat uxlash kerak. Odam, inson, ya'ni har bitta inson har kuni menimcha 8 soat uxlash kerak deb o'ylayman. Lekin bizni Liboy tadbirkordan so'rasangiz bo'ladi. 8 soat uxlaydigan bo'lsa ishi bo'lmaydi. Juda ham ko'pchilik odam biladi, ishxonamizdan kerak bo'lsa 9-10 da уже biz endi ishimiz boshlanayotgan payti bo'ladi. 1-2-3larda uyga ketamiz va shu bilan ertalab 8-9 gacha uxlab, yana ishga kelamiz. Demak, siz kuni bilan tetik bo'lib yurishingizga, o'zingiz boshqara olib, o'zingiz bemalol ishlaringizni va o'quv markazidagi boshqa bir ishlaringizni rivojlantirishingizga 6-7 soat uyqu yetadi. Bemalol yetadi. Bu qaysidir ma'noda charchaydi odam, boshqa qiladi, lekin o'sha asosiy ishimiz bizda tadbirkorlik bo'lgani uchun, xalq xizmatida bo'lganimiz uchun yoki qanchadir ham odam bizga nigoh tashlab, ya'ni ko'zi tushib turganligi uchun biz harakat qilishimiz kerak. Biz umidlari borib bo'lgan odamlarimiz ham bor. Siz ishlashimiz kerak. kun davomida o'zingizni samaradorligingizni oshirish uchun qanday texnikalardan foydalanasiz? Yaqinlarda bu uchun zalga chiqib yurdim. Ertalab har kuni zalga borish va undan tashqari правильный питание PPlarga rioya qilib yurdim. Yo'q, hozirgi kunda yana buzilib ketdi. Bir narsani tiklashimiz kerak. Lekin bu holatda asosan choy, kofe mashhurlar hozirgi kunda bizda. Demak, siz sport zallariga ham borasiz. Borib yurgandim. O'sha yana ish ko'payib ketib qolgandan keyin bu narsa yana qolib ketdi. Mana shunaqa joylari bor. Kamronbek aka, siz o'zingizni bir kunlik kuningizni rejalarini aytib bera olasizmi?
Aksariyat holatlarda o'sha ertalab soat 9 da turamiz, Xudo xohlasa deb. Uyda qiladigan ishlarimiz bor bo'lsa, uydagi ishlarni qilib, keyin ishxonaga kelib, mayda juda ya'ni ichki tizimdagi holatlarni ko'rib, undan keyin 2 dan 4, 4 dan 6gacha judayam ko'p holatlarda dars o'taman va kechga yana jamoa bilan ishlab, kelasi planlar haqida gaplashamiz va undan tashqari yakshanba kunlariga har yakshanbaga ko'pchilik biladi, eventlar qilamiz. Ya'ni treninglar bo'ladi, eventlar bo'ladi, mashqlar ustida bosh qotiramiz. Shunga o'xshash narsalarda. Bu bizda bir kunlik kunimiz. Va eng asosiysi kechga o'rtoqlarim bilan borib, обязательно kontr o'ynaymiz. Endi bu har kun emas, deylik haftada 3 marta, 2 marta bo'lib turadi. Siz hech hisoblab ko'rganmisiz, oilangizga qancha vaqt ajratyapsiz? Demak, bir kunligingiz shunday o'tyapti va oilangizga qancha vaqtni ajratyapsiz? Aksariyat holatlarda 3 soat. Undan kam ham emas, undan ko'p ham emas. Ba'zi paytlarda kam bo'lib qoladi, ba'zi paytlarda ko'p bo'lib qoladi, lekin eng asosiy vaqtda ertalab 2 soat beraman. Kechga уже 1 soat bo'ladi yog'iga yana. Xo'p, siz bir kunligingizni aytib berdingiz. Agar siz shu bir kunlik kuningizga yokida umuman olganda hayotingizga nimanidir tartibni qo'shmoqchi bo'lsangiz, u nima bo'lardi? Nimani qo'shgan bo'lardingiz shu kundalik hayotingizga? Challengelar qilishimiz mumkin. Har xil, misol uchun challengelarga bu narsa jimga borish, ya'ni o'sha zalga borishni hozirgi kunda plan qilyapman. Kelayotgan oydan borish niyatimiz bor. Va bu safar endi boshqacharoq qilib, ya'ni bitta trener bilanmi yokida shunga o'xshash. Adashmasam siz zalga ham chiqar edingiz. Bo'lgan. Orada bir to'xtatdingiz-a? Endi o'sha ishxonadagi muammolar bo'yicha vaqtlari taymni manage qila olmaganimiz, ya'ni vaqtni to'g'ri boshqara olmaganim uchun ham deylik, qolib ketadi. Ko'p o'sha yangi odatlar qolib ketib qoladi. Agarda siz hozirgi yoshingizda, hozirgi holatingizda shundaylik 18 yoshlar Kamronni olib kelib berishsa, unga nima maslahat berardingiz? Non-stop o'qishi. Bas, oddiy misol ingliz tilini yoki o'sha IT sohalarini o'rganishni maslahat bergan bo'lardim. Undan tashqari bizneslari ham. Chunki hammasi kerak sohalardan bittasi. Va shaxsiy brendni to'xtatmasdan rivojlantirishni aytardim. Chunki lekin siz 18 yoshligingizda qanday bo'lgansiz o'zingiz? Hozir 18 yoshli, hozir Kamronga maslahat beryapsiz, lekin o'zingiz 18 yoshingizda qanday bo'lgansiz? To'g'risini aytaman, ta'lim sohasida ishlayman, lekin ta'lim sohasida ishlaganimga qaramasdan, umuman ta'lim sohasiga oid bo'lmagan sohalarda ishlaganman oldin. O'sha boya aytib o'tganimdek rassomchilik, haykaltaroshlik, undan tashqari lezginkalarga ham borganman. Temuriylar ansamblida. Lezginkaga? Temuriylar ansambli bo'lardi. Unda ham qatnashganman. Va sartaroshlik ham qilganmiz, ustachilik ham, hamma narsa qilib ko'rganmiz xullas. Va oxiri mana shu sohaga keldik. Demak, siz 18 yoshlar hozirgi Kamronni ko'rsangiz, maslahatingiz o'qish. Ilm izanda o'qish kerak bo'ldi. Keling, hozir biz shaxsiy hayotingizdan sal chiqib, yana moliyaviy kurashlar haqida gaplashamiz, ya'ni biznesingizda bo'lgan hayotiy qiyinchiliklar. Eng katta yo'qotishingiz qancha bo'lgan? Bu narsa o'tgan yilgi holatda bo'ldi, ya'ni 2024-yilda, 2023-2024-yilga o'quv yilida bo'lgan. Qancha summaligini ayta olmayman, sababi kimgadir kam, kimgadir ko'p bo'lishligi mumkin bu narsa. Shu uchun qancha summada minusga kirganimizni ayta olmasligimiz ham mumkin, lekin yaxshigina summaga minusga kirganmiz. Demak, siz yaxshigina summaga kirgan bo'lsangiz, yaxshigina topgan ham bo'lishingiz mumkin. Bir kunda qancha pul topgansiz? Buni ham ayta olmasangiz. Qaysi soha bo'yicha? Agar ta'lim sohasida deydigan bo'lsak, bizda kunlik pul tushmaydi, ya'ni bizda oylik bo'ladi. Shu uchun biz ta'lim sohasida hech qanaqasiga kunligimizni hisoblab bera olmaymiz. Agar deylik boshqa sohalardan ham qaraydigan bo'lsak, kuniga 200-250 dollar topganman. Maksimalli bu, maksimalli-da kuniga. Zo'r, juda ham zo'r natija bu. Va keyingi savolim, bir oy davomida 0 daromadda qolganmisiz? Hech qanday pulsiz qolganmisiz va undan qanday qutulgansiz? Agar bo'lgan bo'lsa. Menimcha bu har bitta tadbirkor boshida bo'lsa kerak, ya'ni har doim 0 da yuradi. Plusga chiqishi juda ham kamdan kam holatlarda bo'lsa kerak, ya'ni demak boshida minus. Bu fakt narsa bu. Juda ham ko'pchilik bizneslarni ko'rgan bo'lsangiz, ochiladi, 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin yopilib ketadi. Bu narsa ham o'sha, ya'ni moliya taraflama 0 ga tushib qolganligi uchun ham yopilib ketib qoladi. Sizda ham shunday vaziyatlar bo'ldimi? Juda ham ko'p bo'lgan. O'tgan yilgacha bo'lib yurardik, 2024-yilgacha 0 da yurgan paytlarimiz bo'lgan. Kerak bo'lsa hozir ham bo'lib turadi. Bu holatda o'sha odam ko'nikib qoladi-da.
O'rganib qolasiz. o'rganib qoladi. Yo chiqsa bo'ladi, qaysidir ma'noda Qanday chiqdingiz? qaysidir ma'noda bizni yonimizda pul bo'ladi, lekin u bizni pulimiz bo'lmaydi. Tadbirkorlarda Liboyning yonida puli bo'lishligi mumkin, lekin qanchadir ham x summadagi pul uniki bo'lmaydi. Kimlargadir berish kerak bo'lgan bo'ladi. Hammasini o'zining joylari bo'ladi. Shuning uchun buni ham nolda desak bo'ladi. Keling va hozir biz kelajagingiz haqida gaplashamiz. Menimcha bu faqat menga emas, juda ham ko'pchilik kuzatuvchilarimizga qiziq. O'zingizga ham qiziq bo'lishi mumkin qaysi ma'noda. Lekin ko'proq bizga qiziq. Kelajagingiz va katta orzularingiz haqida gaplashamiz. Sizningcha 10 yildan keyin ta'lim sohasi qanday bo'ladi? O'sha podkastni boshidan beri aytayotgan narsam, ya'ni menimcha 10 yildan keyin o'sha o'quv markazlariga talab qolmaydi. Sababi maktablardan yoki bog'chalardan o'sha ingliz tilini o'rgatib kelishyapti, yoki matematikalar o'sha ta'lim sohamiz O'zbekistonda juda ham qattiq rivojlanyapti. Mana shu uchun ham o'quv markazlari emas, bu yoqda o'sha xususiy maktablar yoki o'quv markazlari qoladigan bo'lsa ham o'zini brend darajasida bo'lgan o'quv markazlari, juda ham katta bo'lgan o'quv markazlari qoladi. O'sha kichkina o'quv markazlari yo'q bo'lib ketadi deb o'ylayman. Va eng katta o'zgarishlardan bittasi bu gibrid ta'lim rivojlanishi. Ya'ni onlayn ta'lim tizimi haqiqatda o'sishga erishadi 10 yil ichida. Keyingi savolim, sun'iy intellekt va texnologiyalar ta'lim tizimining qanday ta'sir qilishi mumkin? Ya'ni ta'lim tizimiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mana shu ko'pchiligimiz bilamiz ChatGPT. Shu kabi sun'iy intellektlar. Yo'q, bu menimcha texnologiyalar yoki sun'iy intellektlar bizga kelajagimizni ko'proq plyuslar olib kelib beradi. Sababi o'zim ham kerak bo'lsa ishlataman. Menimcha juda ham ko'pchiliklar ishlatadi. Qanaqa o'zingiz topa olmayotgan savolingiz javobini 2 yoki 3 minutlar, 2 sekundlarda chiqarib berishadi. Mana shu uchun ham menimcha bu narsalar juda ham kerak va kuchliroq qilib rivojlantirishni menimcha maslahat berib qolaman. Va o'rganishni ham maslahat beraman yoshlarga bu narsani. Demak, baribir kerak. Bu narsa 100% kerak bu narsa. Chunki kitobingizdan o'tirmaysiz, to'g'rimi? Ya'ni time manage, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlash uchun ham bizga bu narsalar kerak. Qanaqadir savolni javobini qaysidir kitobdan qidirgandan ko'ra ChatGPT ga yozsangiz yoki shunga o'xshash sun'iy intellektlarga yozadigan bo'lsangiz, sizga sekundlar ichida chiqarib berishadi. Kamronbek aka, hozirgi beradigan savolim qaysi ma'noda jiddiy, qaysi ma'noda sal hazil tariqasida ham qabul qilishingiz mumkin, lekin bu savol juda ham ko'pchiliklarni qiziqtiradi. To'y qachon? Shunaqada aytib o'tmoqchi bo'lganim, erkak kishi uylangandan keyin baraka keladi, oilali bo'lsa baribir har taraflama virus bo'ladi deb eshitganman va shu sababdan ham beryapman. Xo'p, ikkinchi savolingizdan boshlaymiz javobini. To'y qachon? Xo'p. To'y xudo xolasa tez kunlarda emas, lekin planimiz bor hozirgi kunda. To'y arafasi desak ham bo'ladi, qaysidir ma'noda. Baraka kelishiga aytadigan bo'lsak, ayol kishi bilan baraka keladi. Mana shu narsani bilgan holatda ham qilmoqchimiz, qaysidir ma'noda ishlarimizni qilishimiz kerak, lekin ya'ni biznesga aralashtira olmaymiz bu narsani. Shuning uchun ham hozir avvalambor 2-3 filiallar ochib, hamma qilgan planlarimizni qilib, keyin to'y qilsak bo'ladi. Lekin to'y tez kunda bo'ladi. Demak, siz tez kunda shu natijalarga ham erishasiz. Xudo xolasa, ozgina qoldi. Keling, bizda hozir blitz savollar. Bu savolimizga javobni oldik. Bu savolimizga javobni olishimiz juda ham qiziq edi bizga. Endi siz bilan blitz savollarni beraman va javob bersangiz, muvaffaqiyatning kaliti nima? Mehnat. Mehnat. Nimaga? Qachonki odam tinimsiz mehnat qiladigan bo'lsa, endi tinimsiz mehnat emas, bu yoqda Xudo bergan ham bo'ladi. Lekin mehnatdan keyin bu yoqda qaysidir ma'noda o'sha muvaffaqiyat qilgan planimizga yonida qilgan levelimizga yetib borishimiz mumkin. Muvaffaqiyatli bo'lishimiz mumkin. Keyingi savolim, eng katta motivatsiya manbai. Ona. Ona. Shunchaki ona bo'ldi. Unda ilhom oladigan insoningiz kim? Bemona. Demak, sizga onangiz ham motivatsiya, ham ilhom beruvchi odam bu onam. Hamma narsa ona. Albatta. Keyingi savolim, eng sevimli kitobingiz. Kitob o'qiysizmi hozir? Tabiatdan kelib chiqqan holatda yo'q, kitob o'qimayman. Tabiatdan bu narsani yomon ko'raman. Sababi o'tirib kitob o'qishim menimcha vaqt yetmaydi deb o'ylayman. Lekin o'qishim kerakligini o'zim ham bilaman. Va bu holatda ko'proq o'qishga emas, o'qishga e'tibor qarataman. Sababi kollej paytida o'qib yurganimizda bitta
domlamiz bo'lardi. O'qishmas, o'qish kerak uka derdi. Va mana shu narsani endi sekin-sekin tushunib yetyapmiz hozir. Ya'ni o'qishdan ko'ra o'qish, ya'ni praktически ko'proq narsani o'rganganimiz ma'qulroq deb o'ylayman men. Juda ham ko'pchilik ham maslahatlarimdan bittasi shu. Lekin kitob o'qishga keladigan bo'lsak, ta'limni rivojlantirish va shunga o'xshash bo'lgan holatda yoki biznesni qanday rivojlantirish va shunga o'xshash kitoblar o'qinglar. Siz vaqtim ko'p ketadi deyapsiz, kitob o'qishga ketyapsiz. Lekin keyingi savolim, eng sevimli filmingiz? Kinoyingiz yokida filmingiz? Bu savolga ham javobim xuddi shunaqa. Ya'ni umuman kitob ham o'qimayman, kino yokida mana shunga o'xshash narsalar ko'rmayman. Yoshligida ko'rardim, yoshligida Merlin degan kino bo'lardi, o'sha mana shunga o'xshash narsalar bo'lardi. O'shalarni ko'rganman. Lekin hozirgi kunda umuman kino yokida kitob bunaqa narsalar yo'q. Lekin orada futbol ko'rib turaman. Barselona o'ynaganda o'sha ham tinmay ko'raman bu narsani. Eng katta qo'rquvingiz bormi va u nima? Onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Eng katta qo'rquvingiz? Onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Eng yaxshi ta'lim usuli? Hozirgi kunda offlayn. Onlaynga Kelajakda qanday qaraysiz? Kelajakda o'sha gibrid ta'limi va onlayn ta'lim shakllari. Hozirgi holatda lekin o'zimizni shahrimizga kelib chiqadigan bo'lsak, offlayn ta'lim tizimi yaxshiroq deb o'ylayman. Eng sevimli mashg'ulotingiz? O'sha boya aytganimdek o'rtoqlarim bilan kechga borib, ya'ni Counter Blue 6 kontra o'ynash. Bo'sh vaqtingizda? Bo'sh vaqtda endi bu ishdan tashqari sababi nimaga? Counter o'ynaganda ham kimlardir yomon ko'rishligi mumkin, lekin bu narsa yaxshi. Nimaga? Chunki kun davomida bo'lgan stresslarni qaysidir ma'noda bir-biringizga baqirib ham chiqarib olishingiz ham bo'ladi bu narsani. Endi Counter o'ynaydiganlar bu narsani zo'r biladi. Menimcha baribir har bir erkak o'z do'stlari bilan bo'lsa, miyalaridan bu eng asosiylardan bittasi. Sizni hayotingizda bo'lganmi eng muhim hayot sabog'i? Eng muhim hayot sabog'i. Shunday vaziyat bo'lganmi? O'sha narsadan siz saboq olgansiz. O'sha narsa sizga juda ham yaxshi dars bo'lgan. Hech kimga ishonmaslik. Demak, bu narsadan siz pand yegansiz. Juda ham ko'p pand yeganman. Mana shu uchun hech kimga ishonmaslikni maslahat beraman. Ishonish kerak qaysidir ma'noda. Lekin chegara bilan, har doim chegara bilan ishonish, hamma narsani o'zining chegarasi bo'ladi. Shu uchun unchalik ham ishonish kerak emas bo'layman. Shu narsaga sal chuqurroq kirsak bo'ladimi? Nima uchun ishonmaslik? Nima bo'lganini aytib bera olasiz? Yo'q, bu shaxsiy hayot bo'lganligi uchun ayta olmayman bu narsani. Keyingi savolim. O'zingizni 3 so'z bilan ta'riflang. Birinchisi dangasa. Yana? Boshqalar gapini aytaman, endi xushmuomala, ya'ni muomalasini yaxshi deydi va undan tashqari bilmadim endi. Odamlar o'zlari aytsa bo'lmaydimi shu narsani? Yo'q, siz aytishingiz kerak. Xo'p, dangasa, xushmuomala va 3-si. Deylik, halol deylik, xo'p. Chunki birovning haqqiga hali xiyonat qilmaganman. Xudo xolasa qilmaymiz ham. Halol dedingiz, sizni fikringiz pul baxt olib keladimi? Qaysidir ma'noda olib keladi, qaysidir ma'noda olib kelmaydi. Bu bitta podkast ko'rib qoldim. Money is the third important thing in our life degan. Ya'ni pul bizni hayotimizdagi 3-chi eng muhim bo'lgan narsalardan bittasi. Bu birinchisi bizni sog'ligimiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi oilamiz bo'ladigan bo'lsa, pul bu 3-chisi. Pulni qanaqa qilib ishlatishimizga qarab biz baxtli yoki baxtsiz bo'lishimizga aytsak bo'ladi. Pulni yaxshi yo'llarga ishlatadigan bo'lsak, biz baxtli bo'lamiz. Agar yomon yo'lga deylik, boshqacha ishlarga ishlatadigan bo'lsak, bu baxtsizligimiz bittasi. Keyingi savolim, o'quv markazingizni 3 so'z bilan ifodalang. Yokida ta'riflang. Birinchi o'rinda bu o'sha boshida aytganimdek friendly, ya'ni do'stona bo'lish. Bizning o'quv markazimizda bu narsa juda ham pik darajasiga chiqqan. Ikkinchisi, bizda bu narsa networking. Har bitta odam bir-biri bilan juda ham yaxshi muomalada bo'lishadi. Va uchinchisi xavfsizlik desak ham bo'ladi. Xavfsizlik? Bitta qayerlargadir o'quvchi kelmay qoladigan bo'lsa, bizda riski ota-onalarga telefon qilib, bolangiz kelmayapti va dars mobaynida ota-onalarga отчетlar berilib boriladi o'qituvchilar tomonidan. Demak, sizning o'quv markazingizdan ota-onalar bilan ishlash ham, o'quvchilar bilan ishlash ham tengma-teng ketadi. Hammasi yo'lga qo'yilgan. Keyingi savolim, ta'lim sohasidagi eng katta muammo.
eng katta muammolardan biri kadr yetishmovchiligi sababi kadrlar ketib qoladi yoki shunga o'xshash muammolar bo'ladi. Mana shu holatda o'quvchilar o'rgangingiz ham kelmay qolishligi mumkin. Mana shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni kadr yetishmovchiligi birinchi o'rinda. Yaxshi kadr yetishmovchiligi. Yetarlicha sifatli kadrlar yo'qligi. Boya ham aytdim, hozir ham yana qaytadan aytaman, bizning o'quv markazimizga mana shunaqa sifatli kadrlar kerak hozirgi kunda. Kerak bo'lsa bemalol qabul qilamiz. Sekin reklama bo'ladi. O'zingizga eng ko'p aytadigan gap. Har kuni aytishingiz mumkin. O'zingizga eng ko'p aytadigan gapingiz. Believe in yourself, o'zingga ishon bo'ldi. O'zingga ishon. Boya aytib o'tganingizdek, hech kimga ishonma. O'zingga ishon bo'ldi, boshqa hech kimga ishonma. Keyingi savolim, sevimli taomingiz. Osh. Yana? Hammaniga o'zi kerak, osh bo'ldi. Keyingisi eng yaxshi investitsiya. Ta'limga bo'lgan investitsiya. Nimaga? Sababi ta'limda hech qanday so'ralmaydi-da. O'zingizni ustingizda ishlash, ya'ni o'zingiz ta'limingiz uchun investitsiya qiladigan bo'lsangiz, kelajakda bu narsa sizga juda ham katta foyda olib kelib berishligi mumkin, manfaat olib kelib berishligi bu narsa fakt. Yoki qaysidir sohani o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, o'sha sohani o'rganishingiz uchun ham ta'limni hisoblaydigan bo'lsangiz, pul tikadigan bo'lsangiz, undan orqasidan ko'proq pul ishlashingiz mumkin. Va ota-onalar ham mana shu narsani qilishini so'rab qolardim. Sababi ertaga deylik, baribir bu dunyoda o'tganimiz ekan, oxiratda ya'ni ta'limga bo'lgan investitsiya hech qachon so'ralmaydi. Ya'ni qaqa ketgani, nimaga sen bu narsani bu yoqqa ishlatding degan savol bo'lmaydi deb o'ylayman. Ya'ni men shunaqa deb eshitganman endi. Diniy taraflar bunaqa ilmim yo'q. Bu qo'limda kelgancha bilaman endi. Sizni fikringiz? O'zimning fikrim bu, shaxsiy fikrim. Orzuyingizdagi sayohat joyi. Qayerga borishni xohlaysiz? Italiya. Italiya Kolizey. Yana? Italiya Kolizey. Barselona. O'zimning futbol komandam, yaxshi ko'raman juda ham. Bo'ldi, menimcha mana shu ikkalasi. Va Shvetsariya. Chunki tabiati juda ham ajoyib zo'r. Va keyingi savolim, sal jiddiyroq savol. Biznesda eng muhim narsa nima? Bu holatda ikki xil desak bo'ladi-da. Biznes ochish bilan biznesni davomiyligini ham keltirib o'tsak bo'ladi. Biznes ochishda bu narsa eng katta narsa bu dog'. Ya'ni duxingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni sizda o'zingizga bo'lgan ishonch yoki risk qila olmaydigan bo'lsangiz, siz biznesmen bo'la olmaysiz. Va biznes ochganingizdan keyin esa yo'qdagi ichki tizimlar, ilmingiz kerak bo'ladi. Mana bu Murod aka bor, o'shani ham bir gapi bor, varraging osmon bosh bo'lganda shamol bo'layotganda varragini ushirib ol degan gapi bor. Mana shunaqa narsa, ya'ni shamol bo'lyaptimi, bo'ldi, zarsh varragini ushirish kerak. Bu narsa biznesdagi eng kerakli bo'lgan narsa, biznes ochayotganda. Keyin yog'i ichki tizimlarga o'tib ketadi. Kamronbek aka, siz bilan bo'lgan suhbatimiz uchun juda ham katta rahmat. Keling, siz bilan hozir bir o'yin tashkillashtiramiz. Qanaqaga? Ya'ni bu obunachilarimiz uchun. Faqat siz oxirida ular bilan, ya'ni yutgan inson bilan siz biznes lunch qilishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, qanaqa ekan? Sharti hozir bizni kuzatayotgan obunachilarimiz eng yaxshi o'zlariga olgan insightni, ya'ni o'zlari uchun foydali bo'lgan ma'lumotni sahifamizda kommentariyalarda yozib qoldiradilar va eng yaxshisini biz tanlab olamiz va ular bilan siz biznes lunchni qilishingiz kerak. Xo'p, sizga qachonga qo'yamiz? Ya'ni qachongacha qilishimiz kerak bu narsa yoki qachongacha kommentariy yozib qoldirishlik kerak? Bizni hisob-kitobimiz bo'yicha 5-7 aprellar. Sizga qaysi vaqt, ya'ni qaysi sana qulay bo'lsa o'shanda. 7 aprel kuni bo'ladimi? Demak, 7 aprel kuni o'sha g'olib aniqlanadi va siz u inson bilan biznes lunch qilasiz. Biznes obed qilarkanmiz, xudo xolasa. Men roziman, deyman. Va yana bir sharti bor, o'zingiz o'sha insonga yozib, shu vaqt, shu nonushta qilamiz. Biznes lunch qilamiz. Free audio post production by alphonic.com